Hürmetli vatandaşım, leksimizni davamlaştırırız. Sözün Rais Hanım, Cungunun torbeti casusluq hareketi, iki devlet münasebetiga tehdit elip keldi dedi. Mavzulu haber 9 ayının 21 günü Amerika ovozunun Xitay tel programmasida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat bexatarligi maslahatchisi sözün Rais Hanım, haftanın birinci günü agahlandırıp mundaq dedi. Beijing qo'llanayotgan torbetleri casusluq faaliyetlerini Amerika Cungu münasebeti putlukaşan buludu deb ko'rsatdi. O mundaq ko'rsatdi. Bu xil casusluq faaliyetleri to'xtatilishi kerak. Aksaray Bexatarlik Komiteti maslahatchisi sözün Rais Hanım bu sözünü sözlegen paytda Cungu'nun Reis Xi Jinping 3 gündən keyin Amerikani ziyaret qiladigan vaqtga to'g'ri keldi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama bilan Reis Xi Jinpingning haftaning 5-kuni o'tkazilgan suhbati qaraganda masalalarni to'g'ridan-to'g'ri o'ttirib qo'yish bilan o'tkazildi. Suhbatning qiziq nuqtasi to'r beti josuslik harakatiga, yer shari iqtisodi va Junguning Janubiy dengizi territoriya qora niyati masalasiga berib taqiladi. Davlat bexatarligi maslahatchisi sözün Rais Hanım, Junguga aloqador bir necha qitimliq zo'r ko'lamlik to'rbat orqali o'g'irlik qilish voqealarini tilga olganda mundaq ko'rsatdi. Bu qandaqdir? O'ynab beqish yoki bu qandaqdir? Urinib beqish masalasi emas. Belki bu iki devlet münasebetiga zo'r besim elib keladigan iqtisod va davlat bexatarligiga chetiladigan masaladir. Sözün Rais Hanım, George Washington Universitetining nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Savdo iqtisod manfaatlarini maqsad qilgan shaxslar va shirkatlardan uchur o'g'irlaydigan josuslik faoliyatlari uzun muddatli iqtisodiy hamkorlikqa buzg'unchilik qilib keladi. Sözün Rais Hanım yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama bu qatimqi uchrashishdan foydalanib, Beijingning kishilik huquq xotirasidan ansirayotganligini o'ttirib qo'ydi. Beijingning kishilik huquq xotirasidan Amerika Qo'shma Shtatlarining ansirayotganligini Prezident Obama bu qatim o'ttirib qo'ydi. Sözün Rais Hanımning to'r bexatarligi to'g'risidagi so'zlari Prezident Obamaning so'zlari bilan birdek edi. Prezident Obama savdo sohasidagi doiraga so'zlaganda, Jungo bizning savdo maxfiyatligimizni o'g'irladi. Bu tajovuzchilik harakatdir. Biz buni cheklashimiz kerak degan edi.